Ko'pchilik so'rab turgan 173 motorli akalar salalikali mini motoblogimizdan Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan yoritib beramiz. Hozir bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib keladigan obunachilarimizga albatta hozir aytiladigan narxlardan chegirmalarini qilib beriladi. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Xo'p, ko'rib turgan motobloglaring motorlari 173 salalikali 7-9 ot kuchli motoblog bo'ladi akalar. Reduktorlari birinchi o'rinda reduktorlariga ahamiyat berasizlar. Reduktorlari oddiy 7 ot kuchli motobloglarimiz reduktoriga nisbatan katta uslunli reduktor qilib qo'yib olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta reduktordan qilib ishlangan. Motorlari 173 salalika motor ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Kentaur firmaniki. Bu firmamiz oldin benzinli motobloglarni chiqargan, drabilkalar ham chiqaryapti va yana salalikali mini motobloglarni ham olib kelib qo'ydik shu firma asosida. Xo'p, salalika baki 3 litrli bitta to'ldirib olsang 6 soat, 7 soat bemalol xizmatlarni qilib beradi. Chunki bu salalikali motobloglarimiz benzinli motobloglarga nisbatan rasxoti juda ham oz bo'ladi, lekin quvvat tomonlama juda ham baquvvat qilib ishlangan bo'ladi akalar. Ruchnoy tortib yurg'izilinadi, ko'rishingiz mumkin. Ruchnoylari hamma yo'qlari o'ziga qo'yilgan. Mahsulot 2025-yilda mahsulot ko'rishingiz mumkin. Astatka mahsulot bor emas, 10-oyda chiqarilgan sifati zo'ridan. Xo'p, oldiga ikkita, orqaga bitta skorlari komplektda qo'yilgan bo'ladi. Gazlari, o'chirog'i degan funksiyalari hamma yo'q o'ziga qo'yilgan. Orqa qishloq xo'jaliklariga bitta to'xtalib o'tib ketamiz. Qishloq xo'jaliklari temirli, original vallardan qilib ishlangan. Reduktor qismi oddiy motobloglar reduktoridan, katta reduktordan bo'ladi. Komplektida 4 qator o'ng, 4 qator chapda frezalarini komplekt holatda o'zida qo'shib beriladi akalar. Rollarini pastga, tepaga, yonboshga bemalol legirovkalarini qilib foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Ko'rib turgan motobloglaring 60, 50, 70 agatlar uchun moslangan. 2 tonna, 3 tonnagacha yukni bemalol ko'rdim nima tortib ketish uchun mo'ljallangan akalar. Komplektda frezalari, ключ-naborlarni komplekt qilib qo'shib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $480 dan dollarga aytyapmiz. Kurs hozir o'zgarib turibdi akalar. Xo'p, dollarga aytganimiz hisobida masalan bugungi kursga 1.190.000 so'm to'g'ri keladigan bo'lsa, so'mga urib turib bemalol olib ketishlari mumkin. Kursga qarab turib narxlari o'zgaraveradi. Dollar ashi $480 da qolaveradi. Pastda nomeri bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bo'ladigan bo'lsangiz, chiroyli qilib dastavkalari bilan tushunchalarni aytib o'tib ketamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib kelib xarid qilishingiz mumkin. Sifati zo'ridan optimal olib sotaman degan akalar uchun chiroyli narxlarda chiqazib beramiz. Aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar akalar.